Menikini yechimi yo'q. O'zi bu dunyoda bo'lmaganim yaxshi edi. Bu dunyoga adashib kelganman. Unaqa demang. Hech kim bu dunyoga adashib kelmaydi. Agar rostdan uyg'ongan bo'lsa, sen xursand bo'larding. Meni aldama. Voy. Oyi, xavotir olmang. Rostdan ham Amir uyg'ondi. Faqat hali holsiz. O'zini tutib ola olmayapti. Eriz Go'zalga uylanganini hamma bilganmidi. Eriz keyin nima qildi? Yo'q, hammaga aytmaganlar. Ammang yana bitta qiz topibdi. Yoshlar gaplashsin, uchrashsin deyapti. Ha, endi otamdan qolgan uy meniki bo'lish kerakmi? Ammajon, bu masalada oyimni bezovta qilmang. O'zi mazalari yo'q, men bilan hal qiling. Endi sen Amerikada bo'lsang, ha bu uyga ehtiyojing ham yo'q. Yaxshi pul topyapsan. Ha endi shunga kelinimga meni nomimga o'tkazib bering deb kelgan edim. Ano, psixologni oldiga borganding-ku. Balki shuni oldiga yana borarmiz. Ko'pchilik orzu qilgan joyi. O'ziz ham kelishgan yigit ekansiz. Agar yaxshi bo'lganda mendan suyunchi olar edi. Xudoyim ey. Nevaramni qotil qilmagin meni, Xudoyim. Bizni oilaviy ishimizga aralashmang. Hop, keni kiyimlaringiz qayerda? Kiyinib tayyor bo'lib turing. Notariusga ham aytib qo'yganman. Ketamiz. Farzona. Farzon. Labbe, Anavi kecha senga bergan hujjatlarimni qayoqqa qo'yding? kitob javonida kitoblarni ustida turibdi. Bo'pti. Xo'sh. Ayolim kundalik tutibdimi? Bugun seshanba. Men juda baxtli edim. Qalbim unga intildi. Bugun juma, turmush o'rtog'im kech boraman dedi. Men uchrashuv belgilamoqchiman. Uni ko'rishni istayman. Bugun dushanba, yuragim shunaqa tez uryaptiki, qinidan chiqib ketay deyapti. Ey Xudo, bugun uni ko'rdim, men baxtni his qildim. Uning ko'zlariga boqdim va o'ldiraman. 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 Voy, oyligim tushdi.
Alo? Adilxo'sh. Ha, Bobur aka. Pul tushdi, lekin adashib 8 million tashlab yuboribsiz. Meni oyligim 6 million bo'lsa, karta tashlab yuborsangiz, men qaytib ortganini tashlab yuborardim. Adashmadim. Sizga hozir pul kerak. 2 million bizdan yordam. Voy. Rahmat sizga, Bobur aka. Bo'ldi. Dori kerak bo'ladimi, pul kerak bo'ladimi yoki birorta mutaxassis kerak bo'lsa, menga bemalol qo'ng'iroq qilavering. Xo'p, rahmat, Bobur aka. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Vaqtingizni olmay, menimcha hozir bitta mijozingiz keladi. Yo'q-e? Shu vaqtga yozilishgan edi. Ha, keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Fazliddin, yaxshimisiz? Yaxshi. Charchamayapsizmi? Charchamayapsiz. Nima shamol uchirdi? Qabulingizga yozilib qo'ygandim. Yo'q-e? Ha. O'zimga qo'ng'iroq qilmaysizmi, Fazliddin? Yozilish nimasi? Qadrdon bo'lsak, meni necha marta ko'rsatuvingizga chaqirgansiz? Ish bu aka, ish. Men ishim tushib keldim. Qarang, chindan ham yozilgan ekansiz. Fazliddin Vahidov. Shunaqa. Bu narsa ichasizmi? Yo'q, aka, rahmat. Unda yuring meni xonamga, marhamat. Obbo Fazliddin. Ishlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi. Qani kiring. Rahmat. Alo. Alo, Diloromxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sora opa, yaxshimisiz? Yaxshi yetib bordingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Og'riqlaringiz kuchaymadimi? Og'riqlarim yo'qolib ketdi. Sizga katta rahmat. Yuragim bo'shadi. Yana umidim ertaga keladigan bo'ldi. Siz uchun juda ham xursandman. Qarang, muammolarim o'z-o'zidan yechilib ketdi. Sizni sharofatingiz bilan Diloromxon. Qadamingiz yoqdi uyimga. Shunga rahmat aytay degandim. Ha, aytgancha Diloromxon, aytganingizni qildim. Singlimga qo'ng'iroq qilib, bir o'zim qolganimni aytdim. Yordaming kerak dedim. Ishonasizmi? Singlim yig'lab yubordi. Sizni hech qachon yordamga muhtoj emas deb o'ylarkanman. Nega o'zim shuni bilmadim? To yordam ber deguningizcha uyda o'tirdim deb rasa yig'ladi. Aytdim-ku, Sora opa. Ularning nazarida go'yoki siz kuchli ayolsiz. Sizga yordam kerak emas. Ha, xuddi shunday. Siz aytgandek o'ylashar ekan. Hozir singlim yonimga uchib yetib keldi. O'zim qarab turaman sizga. Amerikaga ketguningizcha deyapti. Keyinchi kechirim ham so'radi. Opajon, sizdan hol so'rash o'rniga uy so'rabman deb rosa hijolat bo'lyapti. Ajoyib singlim borda. Siz uchun juda ham xursandman, opajon. Sog'ayib keting. Rahmat. Tuzalay deyapman. Hech bo'lmasa 80ga kiray. Umijonimni bolalari bilan mana shu uyda yayrab yashashni istayman. Ana, endi asl kuchli, sabrli, irodali Sora opaga o'xshadingiz. Siz tufayli, sizni maslahatlaringiz tufayli shunaqa bo'ldi. Umidjon aytdiki, o'sha psixologga meni yaxshi, chiroyli sovg'alarim bor dedi. Xudo xolasa yana uchrashamiz. Diloromxon, Sovg'a shart emas, opajon. Sog'ayishga harakat qiling. Ana shu men uchun katta sovg'a. O'zingiz ehtiyot qiling. siz ham sog'-omon bo'ling. Rahmat. Gaplashib turamiz-a? Bo'ldi, opajon. Mayli, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xayr. Qabulingizga yozilishdan avval ancha o'yladim. Keyin muammoni o'zim hal qila olmasligimga ko'zim yetdi. Siz ko'z oldimga kelaverdingiz. Rahmat. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. To'g'risi, gapni nimadan boshlashni ham bilmayapman.
Muammo qayerda bo'lyapti? Ishxonadami, uydami? Uyda. Ayolim bilan umuman chiqisha olmayapman. O'ta rashkchi. Tinimsiz rashk qilaveradi. Janjal qiladi. O'zi kelinam jurnalistmi? Yo'q, u o'qituvchi. Lekin ishlamaydi. Hozir bolaga qarayapti. O'zi avvaldan rashk qilarmidi? Ya'ni to'ylaringizdan keyin yoki qaysidir voqea sabab bo'ldimi? 3-4 oy avval men Turkiyaga borib kelgandim. Ayolingizni olib ketganmidingiz? Yo'q. O'rtog'im bilan birga borgandim. Rejamizda ish bo'yicha tajriba almashish bor edi. Tushunarli. Qaytishimizda ayolim o'g'lim bilan kutib olgani chiqdi. Men esa samolyotdan tushayotganimda birga boshlovchilik qilayotgan hamkasbim Dilyorani ko'rib qoldim. Dilyoraning otasi Turkiyada ishlaydi. Yonlariga chaqirgan ekan. Ikkimiz aeroportdan birga chiqdik. Dilyora bilan Turkiyada ko'rishganmidingiz? Yo'q. Uni samolyotdan tushayotib ko'rdim. O'rtog'ingiz qayerda edi? U orqadan chiqayotgandi. Jamoadonini kutib qolgandi. Men Dilyorani ko'rib qolganim uchun gaplashib chiqaverdim. O'sha yerning o'zidayoq ayolimni qovog'i osildi. Meni aldab Turkiyaga Dilyora bilan ketgan ekansiz dedi. Tushuntirdim vaziyatni, ishonmadi. Aniqrog'i ishontira olmadim. Ertasiga tugunini tugdi-yu, ketdi. Ketib qoldimi? Ha, ketdi. Keyin olib keldim. O'shandan beri Dilyoradan rashk qilgan. Yaqinda yana urushib qoldik. Yana otasini uyiga ketdi. Endi olib kelaman desam, kelmayapti. Ajrashadigan darajaga borib qoldik. Umuman murosa qilib bo'lmayapti. Turkiya safarigacha kelinda shubha uyg'otadigan Dilyora bilan bog'liq birorta yana voqea bo'lganmi? Yo'q. Menimcha bo'lmagan. Fazliddin, hozirgi o'ylab qolganingizdagi voqeani menga aytib bering. U menga xiyonat qildi. Men baxtni his qildim, ko'zlariga boqdim debdi. O'ldiraman. O'zimni bosishim kerak. Alixon, o'zingni bos. Hozir har qachongidan bosiq bo'lishing kerak. Senga yana isbotlar kerak. Lekin bardoshim yetadimi? Xudoyim, o'zing menga kuch ber. Aka, ko'rsatuvlarda ham fikrlaringizni eshitib hayron qolardim. Hozir ham hayratga solyapsiz. Xo'sh, nimani o'ylab menga aytmadingiz? Sizga qoyil qolaman. Agar siz bilan soddaroq odam gaplashsa, aniq qo'rqib ketadi. Nega? Nimani o'ylayotganimgacha bilib turibdi deydi-da. Chalg'itishga urinayapti. Fazliddin, o'sha voqea Dilyora bilan bog'liqmi? Yo'q. Bularning hammasi ayolimni, Nafosatni xayolidagi gaplar. Mening nazarimda aeroport voqeasidan oldin ayolingizda shubha uyg'ongan. Biz Dilyora bilan har kuni jonli efirga chiqamiz. U ko'radi. Uni xayolida biz sevishganimiz uchun birga efir olib boramiz. Har gapida shuni aytadi. Ungacha shubha qilmaganmi? Yana aldamoqchi. Eslolmayapman. Menimcha shubha qilgan. Nafosat, Labi, havorang kostyum shimimni tayyorlab ber. tinchlikmi? Ha,
Ishxonamizdan bitta hamkasbimizni to'yi. Xo'p. Men yuvinib chiqay, tayyorlab qo'y. Xo'p. Men sizga bormang dedim. Bormang gap tamom. Shunga aytganimni qiling, Dilyor. Jahlimni chiqaryapsiz. Borishingizni taqiqlayman. Ayniqsa u bilan hech qayoqqa bormaysiz. Hech qachon bormaysiz, tamom. Ha, tayyorlanayapman. Qani men yo'lga tushaman. Bo'pti. Ishni ko'rishguncha. Turkiya safaridan oldin shu voqea bo'lgan. Dilyorani to'yga chiqishiga qarshilik qildingizmi? Ha. U to'yga chiqaman dedi. Men partnyor sifatida qarshilik qildim. Chunki tomoshabin uchun biz zo'r tandemmiz. Qayerga borsak, birga borsak, o'zimizga plyus bo'ladi. Shunga to'yga borib, boshqa boshlovchilar bilan o'rtakashlik qilmang degandim. Yasharayapti. Dilyora qanday yo'l tutdi? Dilyora aytganimni qildi. O'sha kuni ayolingiz janjal qilmaganmidi? Yo'q, janjal qilmagan. Tinchlikmi, Bobur aka? Siz ayting, tinchlikmi? Menga boshqacha tikilib qoldingiz? Menga qanaqadir prank qilmayapsizmi? Yo'q. Yoki meni sinab ko'ryapsizmi? Yo'q aka, unaqa emas. Chindan oilangizni asrab qolish uchun keldingizmi? Ha, O'xshamayapti-ku. nima o'xshamayapti aka? Oilangiz bilan murosa qilishni istasangiz, men yordam berishim uchun hamma gapni ro'y-rost gapirishingiz kerak. Siz esa meni chalg'itish bilan ovorasiz. Fazliddin, bugun uyingizga boring. Nima istayotganingizni aniqlashtirib oling. Ayolingiz bilan yarashmoqchimisiz yoki Dilyora bilan qolmoqchimisiz? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Bir qarorga keling. Birinchi o'ringa bolangizni qo'yib o'ylang. Va undan keyin meni oldimga keling. To'lov qilib yozishingiz shart emas. O'zimga qo'ng'iroq qiling. Bizni bunaqa gaplashib o'tirishimiz samarasiz. Yaxshisi uyga boring. Kelishdingmi? Xo'p. Yana bir bor tan berdim aka. Yaxshi. Salomat bo'ling. Kuzatib qo'yaman. Endi to'liq uyg'onadi dedimi? Ha, oyi. Olib kelgan doringizni qo'yamiz. Darrov o'ziga keladi deyishdi. Xudoga shukr. Xudoga shukr. Iloyim o'ziga kelsin. Bolam, o'lib qolay dedim. Siqilmang, oyi. O'ziga keladi. Qarib, mengina o'lay, bolam. Mengina o'lay. Axir meni deb bo'ldi-yu, bolam. Oyi, siz o'zingizni unaqa ayblayvermang. Men doktor bilan gaplashdim. Dorini ta'siri yuqori haroratda yo'qoladi deb aytdi. O'g'lingiz dori ta'sirida uxlayotgani yo'q dedi. Voy. Bo'lmasa nega uxlayotgan ekan? Oyi, o'zi kasali miyasida. Doktorlar buni bilmaydi. Ba'zida sizni dori berganingiz va anavi xuruj bitta paytga to'g'ri kelib qolishi mumkin ekan. Juda qo'rqib ketdim, bolam. Juda ham qo'rqib ketdim. Amirga bir narsa bo'lsa, men o'zimni nima qilaman dedim.
o'z nevarasini o'ldirgan qotil bo'lib qolamanmi deb qo'rqdim bolam. Bo'ldi. Qo'rqmang oyi. Nevarangizni bu ahvolga tushishida sizni umuman aybingiz yo'q. Bolam, iloyim shu doridan keyin uyg'onsin-da. Bo'lmasa men o'lib qolaman bolam. Unaqa demang oyijon. Siz menga keraksiz. Juda ham keraksiz. Bobur aka to'g'ri aytdi. Bir qarorga kelishim kerak. O'g'limni hech kimga alishmayman. O'g'lim uchun ham Nafosatni olib kelishim kerak. O'zi bugun nega Bobur akaga hamma gapni ochiq ayta olmadim? Uyaldimmi yo ikkilandimmi? Bugun Nafosat bilan Imronni olib kelaman. Ey Xudoyim. Bu nima azobi? Bu azobga chidagandan ko'ra o'lib qo'ya qolgan yaxshi-ku. Nafosatni o'zi ko'rinmaydi. Ketmasmish. Siz bilan gaplashishni istamasmish. Hozirgilarga hayronman. Rashk qilishdan boshqa ishi yo'q. Er xotinini rashk qiladi, xotin erini rashk qiladi. Janjal, araz. Shu bilan umri o'tyapti bularni. Yosh, kuch to'lgan paytini mazza qilib o'tkazmaydimi? Bu janjal, bu asabuzarlikdan keyin, qarigandan keyin qaltirab o'tirishadi. To'g'ri aytasiz. Ha, Imron ko'rinmaydi. Ovozingizni eshitgandan beri pildirab yugurib yuribdi. Nafosat qo'ymasdan ushlab o'tiribdi. Ko'rsatmasmish sizga. Tavba. Shunaqa qiz o'stirgan ekanman, o'zim bilmayman. Gapimga kirmaydi, qaysar. Ha, mayli. Balki hozir jahli chiqib turgandir-da. Nafosat. Nafosat dedim. Chiqmaysanmi? Imron? O'g'lim. Imron. Dadajon! Voy o'g'lim, meni o'g'lim. Asal o'g'lim, toy o'g'lim. Yaxshimisan? Ha? Ahvoling yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshi o'tiribsanmi? Ha? Men seni sog'inib ketdim-ku. Seni olib ketaman. O, yaxshi-ku. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Va alaykum assalom. Narsalaringni yig', ketamiz. Bor, narsalaringni yig'. Nima? Kuyovimni bekorchi vaqti bormi senga? Ha. Bir joyga o'tib kelishim kerak edi. Narsalaringni olib chiq, ketamiz. Ketmayman. Bir shartim bor. Shartimga ko'nib, menga va'da bermagunizcha ketmayman. Yana boshlayapsanmi? Senga nima devdim? Oyi, nega buncha haydashga shoshilasiz? Ketaman shu yuzdan. O'ylab gapir deyman-da. Qanaqa shart? Qanaqa va'da? Dilyora bilan ishlamayman deb va'da bering. Seni esing joyidami? Qaysi kalla bilan aytyapsan bu gapni? Joningiz chiqib ketaydi-da. Ishlamasangiz nima qiladi shu bilan? U bilan ishlamaslikni men hal qilmayman. U bilan ishlamasligim uchun ishdan bo'shashim kerak. Yoki sen ishdan bo'shab uyda o'tirishimni xohlaysanmi? Efirga boshqasi bilan chiqsangiz bo'ladi-ku. Buni iloji yo'q. Efirni boshlovchilarni o'zi hal qilmaydi.
Men hech narsani bilmayman. O'sha bilan ishlamasangiz, siz bilan yashayman. U gapga tushunmaydi. Imron. Qaytib kelaman, xo'p? Qaytib kelib olib ketaman. Xo'pmi o'g'lim? Kel menga. O'zim o'rgilay. Sog'indim visolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim xayolingni, xayolingni sog'indim. Sog'indim visolingni, sog'indim jamolingni, sog'indim xayolingni, xayolingni sog'indim. Yuragimni yordingiz, nima qilyapsiz? Qo'rqitmoqchi edim. O'xshamadi. Qo'rqdim. Haligi bolani uxlatmaysanmi? Siz qarab tura qoling. Shu guruch pishib olsin. Nima qilasan guruchchi? Yuzimga surtmoqchiman. Yuzni tarang qilar ekan. Go'zal bo'lmoqchiman. Tushunarli. Sog'indim visolingni, sog'indim xayolingni, sog'indim jamolingni. Alo, Alo? hozir yaxshimi? Ha, yaxshi. Kirib ko'rdingizmi? Yo'q, xarajonlantirish bo'lmadi. Kiritmadi. Anavi dorilarni-chi topdingizmi? Ha, topdim. Bu narsa kerak bo'lsa ayting. Bo'ptimi? Xo'p. Ko'rinishingdan charchaganga o'xshaysan. Bugun ham ko'p ishladingmi? Sog'ligingni ham o'yla. Uyda o'tirsam kasalligim esimdan chiqmaydi. Yo bu yoqqa yursam, qiynalsam ham o'zimni eplayapman. Ey, tushungin, ko'rinishing yaxshi emas. Endi ishlashingga yo'l qo'ymayman. Ishxonaga ham bormaysan. Mijoz qabul qilmasam ham markazda o'tirsam bo'ladimi? Yo'q, bormaysan. Ja mijozlaring qo'ymasa, ana Dilxush bor. U iplaydi. Unga nega pul o'tkazdingiz o'zi? Bolasi kasal. Shifoxonada. Yordam bo'lsin dedim. Yolg'iz bo'lsa, o'zi men ham charchadim. Uxlayman. Aytgancha, senga hech narsa kerak emasmi? Kerak emas. Suv olib kelib beraymi? Yo'q. Sen aqlingni yeb qo'yibsan. Shart qo'yishingga balo bormidi? Nima? Fazliddinni uyda bog'lab o'tirmoqchimisan? Ko'rdingizmi, oyi? Dilyora bilan ishlamaysiz deganimda qaraganlarini? Unga men ham, bolasi ham kerak emas. O'sha Dilyorasi bo'lsa bo'ldi. Bolasi kerak bo'lmasa, sen kerak bo'lmasang, kelarmidi nodon? Keldi-ku. Indamay ketavermaysanmi? Nega ketishim kerak ekan? Borib cho'rilik qilish uchunmi? Oy. U kishim ishida Dilyorani ko'nglini ovlaydi. Men uyda ovqat qilaman, kir yuvaman, uyini yig'aman, ha? Yo'qolsin. Sen ko'nglini ovlaganini ko'rdingmi? O'zingni gumonlaringga o'zing ishonib oilangni buzib o'tiribsan. Senga o'zi gap uqtirib bo'lmay qopti. Siz ham hech meni yonimni olasizmi, oyi?
Yoningni oladigan ish qilsang yoningni olamanmi? Sen yoningni oladigan ish qilmayapsan. Hay, bu bor yo'g'i injiqlik, ortiqcha rashk. Nima emish ovqatini qilaman, kirini yuvaman, ortiqcha u gaplaring. Nima, qilgan ovqatingni faqat Fazliddin yeydimi? Faqat Fazliddinning kiyimini yuvasanmi? O'sha qilgan ovqatingdan o'zing ham yeysan, bolang ham yeydi. O'zingning kiyiming bor, bolangning kiyimi bor. Ana u tozalayotgan uying, o'zingning uying. Itamchi yotgan joyini dumi bilan tozalab yotadi. Sen-ku odam. Bularni minnat qilishga uyalgin. Gapirmadim, oyi. Qachon yonimni olgansiz o'zi? Nohaq bo'lganingdan keyin olmayman-da yoningni. Unutma shuni. Menga qara, ertaga yaxshilab gaplash. Va uyingga jo'na bolangni olib. Meni uyimda senga joy yo'q. Esingdan chiqarma. Qizlar, turmush o'rtog'i uzoqda bo'lganlarga har doim dalda beringlar. Chunki u dardini hech kimga ayta olmaydi. Siqilmasin deb, hatto onasidan, opa-singillaridan ham yashiradi. Eriga ham aytmaydi. Bilasiz, men sinovdagi ayolman. Lekin agar menga o'xshagan ayollarga dalda bo'lib kelayotgan do'st, dugona, yaqin bo'lsangiz, tashlab ketmang. Suyanch bo'ldingizmi, oxirigacha suyanch bo'ling. Chunki u sizga o'zidan ham qattiq ishonadi. Yana menda shunaqa voqea bo'ldi deb o'ylamang. Meni shunchaki mazam yo'q. Meni kuzatishda davom etinglar. O'g'lim, kecha ham ovqat yemading. Yur ozgina ovqat yeb olgin. Dadamni sog'indim. Dadamga boraman. Menga qara. Bola ham otasini sog'indi. Qo'ng'iroq qil, olib ketsin sizlarni. Bu ahvolda kasal bo'lib qoladi bolam bechora. Kechadan beri hech nima yemaydi. Yur bolam. Yur o'zim bilan yur jonim. Qani yur. Tadbirdan ko'zlangan maqsad mahallalarda obodonlashtirish ishlari bilan birga yoshlarga ekilgan ko'chatga befarq bo'lmaslik, parvarishlash sirlari, tabiatni asrash kabi dolzarb mavzularda ham suhbatlar o'tkazildi. Bu haqda lavhamiz bor. Hozir shuni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum kenaya. Va alaykum assalom. Fazliddin akam oxirgi matn o'qiyotgandilar. Hozir chiqsalar qilib yuboradilar. Xavotir olmang. Yozildimi? Yozildi. Mikrofonni olinglar. Mana mikrofon. Hop. Kutib qolmadingizmi? Yo'q, mana telefoningiz. Voy, kenayam telefon qildilar. Oxirgi matn o'qiyotganingizni aytdim. Ko'tardingizmi? Ha?
Qarang, jahlim chiqib ketdi. Gapini eshitdingizmi? Bu qiz aniq bolamni dushmani, seni dushmaning bu. Bo'lmasa men Bobur akaga aytib qo'yay, bugun ishga boraman deb. Ayt. Baraka topishsin. Rahmatimni ham aytgin. Shuncha yordam berishdi. Xo'p. Dilorom, ofisda hech kim yo'q. Ertaroq borib ochmasam mijozlar kutib qoladi. Yaxshisi bormay qo'ya qol. Sen qol bo'ptimi? Aldadi. Ofisda hech kim yo'q dedi. Dilxush boraman dedi-ku. Bu ikkalasi meni o'ladi deb o'ylashyapti shekilli. Balki Yusuf sizni aldagandir. Yusuf biladi-da meni. Rost gapiradi. Lekin siz aytyapsiz. Balki bilmadim. Sizni Bobur aka kelmaydilar deb aytgandilar. Meni kelmaydi deb pardoz qilyapsanmi? Voy. Yo'q. Ertalab shoshib chiqqandim, kechikmay deb. Pardoz qilishga ulgurmagandim. Meni topshirig'im nima bo'lyapti? Malikaga bir qiz telefon qilibdi. Biz Yusuf aka bilan sevishamiz. Lekin Yusuf akani onasi rozi emas debdi. Savolimga javob bermadingiz. Qanaqa odamsan? Senga bolang emas, savoling muhim. Voy, o'tiraverasanmi shunaqa non choy qo'ymadingmi qizim? Siz aralashmang, oyi. Men sizga nima degandim? Mana ko'rmayapsizmi? Bular uchun o'sha Dilyora muhim. Men-ku hech narsadan qo'rqmayman. Qo'rqadiganim Dilxush. Dilorom Dilxushni xafa qilib qo'ymasa bo'lgani. Shuning uchun Diloromning uyida bo'lgani yaxshiroq. Bu shunda Malikaga qo'ng'iroq qilib aynitgan qizmi? Ha, Yusuf akam bilan sevishamiz. Onasi qarshi debdi-da. O'zing telefon qilib, endi o'zing yana bosib qo'yapsanmi? Sizlarga xalal bermay dedim-da. Bildingizmi? Va alaykum assalom. Na salom bor, na alik bor. Uyimga kelsa-ya bostirib. Ota uyimga borib tursammikan? Iflos. Yusuf, shunchalikka bordingmi? Onangga sotdingmi